Assalomu alaykum. Men Güliz. Bugun havo yaxshi. Mumkin oqshimcha uxlayman, ammo uxlayman emas. Endi xili yaxshi qoldim endi. Bo'lsa shu quyoshni chiqaroq ko'rib, tilada ishlarni chiqaroq beqib degandek. Bugungi mazmun, muhim mazmun bugun shu farzandlarning shu bexatarligi to'g'risida ancha-muncha so'zlab qo'yay. Bo'lsa shu xalqimiz ko'proq taqit qo'ysanlar, hamma odam ko'proq ko'rsa, unga mau diqqat qilsa. Mau Amerikada shu Amerikani asos qilib deyman, ammo yo'q. Ammo yo'q emas, mishadi bo'lganligiman. Balani bexatarlik uchun qanday qilishimiz kerak? Birinchidan, cho'qqin balani ko'zini armayli, mayli ommaviy so'rovga borgan bo'lsak, masalan, mol deydi, yo'g'onliqi cho'ng. Savdo markazlariga borsak, yoki shu ommaviy park, mishda nimalarga borsak, Onunkin nimaga tamoq nim qilganchada restoranlarga berib qolsak, cho'qim bexatarlikka diqqat qilaylik. Bola qancha kichik bo'lsa, bexatarlik shunchalik muhim. Onunkin shu nimaga borganchada, bo'lib ommaviy so'rovlardagi tozaliq uylariga kirganchada diqqat qilaylik. Bizlar Amerikaning Trump shu iftixor raqamini o'ngshotdi, ammo uni bir kechada o'ngsholmaydi albatta. Ovozim sal tusli qolibdi. Shu uning vaqt ketdi. Hozir shu Trumpning qilganligi nimada siyosatlar ichida shu Amerikada faqat ikkala jinsni e'tirof qilgan bo'ldi, undan boshqa ortiqcha e'tirof qilmaydi. Mush maktablarda iftor raqami bayrog'ini chiqargan bo'ldi, Amerika bayrog'idan boshqa bayroqlar bo'lmasin bo'ldi deydi. Kechiringlar. Undan keyin mush Amerikada nimaga qo'shini nima iftor raqamiga doir jins o'zgartiradigan operatsiyalarni qildigan va shuni targ'ib qildigan maktablarga doktorlarga mablag'ni kamaytirish qatorliq ham uni qattiq cheklash qatorliq siyosatlarni qo'lga oldi. Xudoyim bo'lsa, mush 4 yil ichida Amerika hozir o'ngishib qolar. Bir kechada bo'lmaydi bu ishlar. Shunga bu jarayonda yana diqqat qilgan nurg'un ishlar bor. Mush jarayonda butunlay talto'kis bo'lib ketishdan burun shu ommaviy so'rovlarda tozaliq o'rinlar kirganchada diqqat qilaylik. Shu erlarning ayolchi bo'lgan erlarning kiriverda ular shularga diqqat qilaylik. Masalan, bolalarimiz kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin. Bak cho'ng bo'lib ketsa, amal yo'q, qancha yosh bo'lsa, shu tozaliq uyiga kirishdan burun o'zimiz cho'qim tozaliq uylarni tekshirtirlik. Cho'qim yolg'iz kirmaylik. Yolg'iz kirmasin, u bir tozaliq uylariga cho'qim birlik kiraylik. Agar endi yolg'iz kirishni xohlaydigan cho'ngroq bo'lganlar bo'lsa, cho'qim tozaliq uyini nim qo'yaylik. Agar to'larda ko'rishingiz mumkin, ba'zi bir videolarda shu tozaliq uylariga shu erlarning kirilishlari, yushinilishlari, hatto ba'zilarning shu ichida tekshirat misollar ichida saqlab turib, ba'zi videolar, ba'zi atalarni oshkorlaganligi vaqalarga rasmon vaqalarga asosan ba'zi bola atkashlari hatto ichida shu saqlab turdikan, shu ortiqcha bola kimlar bor, kirgan bolalarni tutiliblam, kimlarni almashtiriblam, bola xulq to'plan kiyib ashtaq ichkitib qildalar borka, unga ota-onalar tekshirish eshikni oldida saqlamay boshqa saqlayotgan bo'lsa, uqmayda boz kirkitib haqa shu olib ekasa uqmayda endi. Nindi razilla. Onun için diqqat qilib bo'lishlar mumkin. Agar mening Instagram, Facebook agasanglar tunugun New York, Brooklynda biroz ishki balni kichik 5-6 yoshmi. Ishki balni yetlab ketayotgan bir dadaning qo'lidan ko'p kunduzda shu qo'ldan tortilishga urinayotgan bir undan masta qo'yganimga shu urinayotgan bu odam dadasining qo'ldan. Anonga ilm yaxshi saqchilar uni tutyapti. Agar shu ishkada bo'lib qolsa, shu bir yoqdan bir balni tassa, bu yana bir balning qo'lini qo'yib, bal uchun erishgan bo'lsa, yana bir balni vaqtdan aktida ish qilib nima degan razillik bu ko'p kunduzda daylight, ko'p kunduzda shu ko'ch-ko'yda hamma emas, xudoga shukr, ammo nurg'un ba'zi yerlar ashunchalik xatarlik. Endi hamma yerda bo'lmasligi xudoga shukr deyishimiz hamiyat emas, ammo baxtga qarshi biz qayerda qachon yuz bergan uqmagan ekan o'sha yer xatarlikda. Shu biz bilmagandiki shu har vaqt shu asos turmasa ota-ona bo'g'uvchilar
Ama yo'q. Onun kim Qural yaroq to'g'risimi Amerikalik bo'lib bo'lgan, qonunliq shu yushrin qurol ilish kinishkisi bo'lgan, iltimos qilib bo'lgan otalar bo'lsa, apironlar. Ammo men faqat tavsiya qildim, qonunliq tavsiya qildim. Men sizlarning har qanday qilmishlaringlarga, harakatlarga mas'ul emas. Faqat tavsiya qildim ham qonunliqchimi. Men gaplar demasam, atim o'shib qolgan mening qasadim. To'g'rayim. Demak, çoğunun qonunliq yo'lda Amerikalik yerleşip bo'lganlar qonunliq shu yo'shirin elib yurish qurolini ijozatnomasini olib bo'lganlar bo'lsa, apironlar shu bolalarni, o'zimizni, oiladagilarni bo'lsa shu atrofdagilarni bir shopqatda qo'llashga yordami bo'ladi. Ammo uni cho'qim sharti borda qonunliq bo'lish kerak, yerleşip bo'lgan bo'lish kerak. Qanday ishlatishni qandaq bexatar ishlatishni o'rganib bo'lgandan keyin andan elish kerak. Hem demek onun şunda asal yolları var, bunun de tosalları var. Lekin eğer bular tosallar badaplam nimkamay, ilki taser var o, elektronik, onun deyimiz Uygurca, elektronik, deyimiz elektronik, ucum nemdok, ilki deyimiz onun taser ne? Zaratlı güçtemdok. Şıqılıp şu teyzerni elektronikda hücum özü qo'ygan narsani ap qo'ygan yaxshi. Uningga ishim ketmaydi. U odam o'tiratmayandiki faqat odamni ishtiqla tok elektronik tokni nim qilib agar o'zar haq qilsa shu ishni keltirib qilaman ekan. Uningga nima ketmaydi, ijozat ham ketmaydi. Uning har xil kichik nimalar bor. Masalan, xonim qizlar maskadanlari bor. Şu atanlarga maskadanlari bor, kichik qo'ldan nim qo'ldigan, unda qo'ldan atta qo'lna nim krizas chiqatmaydigan. Onqtiyasman har xillarga ariyanzili bor. Ashlarni tepib, ashlarni qo'yinglar. Qurol alamagan, ishtiqla alamagan ekanchi. Ashuma lozim, masalan, yilqi xalqlar Xudam saqsinan ucu pishirib qolganchada, masalan, atrof ko'z quloq bo'lib, cho'qimliqi deymiz, atrof ko'z quloq bo'lib, alaqi chaqqansiz tumsaq, agar biror ish bo'lib qolsak, darhol so'mkamizni yo yonchig'imizni ilib shu tayyor tursak qo'lda. Ashna qilish kerak. Ashni olib qo'yinglar. Asqatidi. Uningki u nimaga emas, o'ylagim olib qo'ysa asqatidi, masalan, tasiri tok ketsa, ta o't yondirmag'imi asqatgan aswan ekan. Shu taser deydi. Xitoycha ismini degim yo'q. Bildan tushundinglar xalqim. Ashna olib qo'yinglar. Uningkin toziq o'ylariga cho'qim yog'iz kirgizmaslik kerak. Uningki amma yusurlarda cho'qim qancha kichik bo'lsa, bolalarni cho'qim ko'zi og'rimaslik kerak. Onunki qaysi bir to'rda u nechil burun qaybraliqamda rasm hamda uni xili g'og'ilib ketgan. To'rda shuni men misol qilib qo'yay. Bir dada 4-3 alqi kichik bolalar shu 3-4 yosh, 5 yoshda bolalarni alqi da ko'krak asadigan, mo'rga asadigan alqi bog'lashni qilib, alqi tasmana qilib, keyindan shu alqi ağamca aşağılıqı yoki shu tasma orqali yetlab mangda bu 4-5 bolasini 4-2 kichik 4-5 yoshlik ham shu 20 yoshlik to'xtab gap olmaydigan shu qichkasi vum uchiktib bizda qayerlar 20 yosh bo'lmaydigan ashta darajaga yoshlik shash kichik bolalar umaq shu bola dadaga sirq chiqqanchada ashta tasmalar bilan apmangibdi-da shu bir parcha rasm dahshat g'ulg'ulab ketgan gap mush to'rda ma degan ishtilgandek etilibdi deb tillab dedi degan ashta qo'yganlar bor ayvon etilgandek bo'lgan ashtamida deganlar bor ammo qilishgan odam unda demaydi birinchidan u ayvon o'shish bo'yida nim qilib asmamidi men mo'r tarafdan nim qilib oq tarafdan nim qilma ko'krak tarafdan nim qo'ygan kivaganlik tasma u uningki keyindi bor gizmo işte yetlerini hitlemam diyor. 4-5 bir atana bir dada o man sport bulakasımı sportçılığı tenerke çokasımı ma 4 bala 4 yağı jürip kese hiç qatın suqlamam. Şu amayu surunda avu şunçik aqıllıqkanda o atan degan. Açta qıpmengap bir mangan könüşken to'xshi bir sirasini tatib shunda g'ulg'ulab ketgan gap. Qalish deganlar zehni ochiq ata-Allah qo'llab quvvatlab men qalsibek ishlaylik deb haqiqatan ishlayga udandan
Ben degandek o 4 bola 4 yoq jurab kelsa qaysi birini tutadi. Şuna sip ketmoqchi. Okey, ashta nim qipti. Şuna demoqchi o'g'lim. Men bu burun bir xitim balamga ashta qilganman, qo'lga osilgan narsani. Balam shu 3-4 yosh vaqtlarida. Masalan, o'tirxonaga farmatsiyaga kirib qolsak, yoki marketlarga kirib qolsak, balam turmaydi. Hamma tutbaqadaymi. Vücut masalan pul to'laydigan chaqda pul to'lash uchrati turamdim, bola qaramdim, shunlar men buni chiqib qo'ygan. Ba'zilarga qildi, ba'zilar ma jab aqlliq deb cho'nglar. Aqlliq deb meni, chunki bolam degan yurida yaxmiyaqa. Yugurman degan. Anasi tutoplam, unkin balam ergnazada yaxlar yuridi, azroq bo'shliq berildi. Ammo men bilan tutash prekit qilmaydi. Onun hazır hem de sel çoğun oldu 6 yaşga değil mi? Lekin şu bir yerler baksa çoğum kolunu çıng tutmadan gitti. Onun için qaysi bir yana bir videoda adamdan bak açıqlık keltirgan bir video var. Ko'chadagi surveillance kamera tatvagan kam o qanchalik bo'ldi bir shekilli bo'lishi mumkin. Umid cho'mbir talash bo'ldi turda. Park deydi, o'ynaydigan yer bor, bog'cha, tishidagi kichik bog'cha. Şu yerda şu bir dada balası şu 4-5 yaş onka bir yo'g'on ishtivoga ishtigan urug' tuksiz tuki qisqachu ani tukstab qo'ydi anda yo'g'on ishtiga qarmoq qo'shiliqi qo'dash ishti amlatda lekin shu yaxshi tarbiyalamagan ishga o'xshaydi u ishni bilan jipi bor onka balni Bala aşı nima kameranın aldı tutgan vakanda aşı ketwasa aşı bir adam kep bal aşı qo'lidagi bal ko'tarib ishtitlab ketayotgan aşı dadining qo'lidan balni tatida bir kishi ishplas rezil jinoyatchi bola atkasichi ishplas shu urug' başta balni chin tutdi u talishga boshladi balni Küp gündüzde park, aşık bahçede ammavi sorunda. Ya da başka adamlar az okşaydı o günü o teli yok. Onundaki ma yoğan işte ma valıqı. Ya işte taş etmedi lıqı jipini. Şuna işte lıqında bu nim kısga bu işte lıq keç biriydi. Soqaştın. O da degan şu pamulaqışıp ketdi ya da biçar balı tang pamulaqışıp ketdi de ya da şunda qiyinlib. Hiç iç markete balğa. Şunda men go mayli ara ayol bo'lsin, er bo'lsin, ancha-muncha urushishni, mushishishni, chiniqishni uyush kerak. Vaqtdan bir staqanchada balni chang tutib olganga, oniga bir minut bo'sh etib, ancha-muncha ma soqish bildik-a deydiganga, kayni chatnaydanga bir sharat yarishimiz kerak. Men qilmayman, lekin ham tirishimanda, men burun ancha-muncha boksorlik qilmam. Albatta meni hammasi qila oladi. Ammo balo kelganchada men chuqur tirish baqman. Bor kuchim hayotimdan bo'lsinmi? Tikib bo'lib bo'lsinmi, nim tirish baqmanda. Onu da işte nimanda esqatmaydigan shu lavzal. Ay, meni ishtim bo'lan bo'lsa, ay. Meni yo'g'on ishtirim bo'lan bo'lsa, istimatan qilatmay. Ya oshmu qo'ymadi, shu u soqishib ya jipni chiqartamidimi ishqa qo'lida jipi bor, jipi bilan u nim qilib ketdi, işte oyoqmi axulab ketdi, ya jugurab tishlamadi, ya nim qilmadi, ish degan o'zini tatib oyoqmi to'g'idayim. Onkana o qo'tir urug'dadimi tirish vaqti ish oxir qanday bo'lgani hech kim uqmaydi, tay. Asha bir videoga ko'rgandim, shunda ko'nglim yerim. Shu ham bu muhim ahvolga bilib qo'ygan yaxshi. Unga qaysi bir nimada New Yorkda bo'lgan vaqaga deyman, qaysi bir videoda nimqonga mashin to'xtatib, men ustida kamera bor, uni shu CCTV shaharning kameralarga tutib olgan, uni ko'pchilik tarqatgan videolar shu haqlarni bilib olsinda. Shu videoda shu bir endi u keyinlik u xabar bo'ldi, xabarni nima chiqarib u muhim u misal için xabar bu bir ayol mashinaning teshig'i chiqishig'la balni ilab mashina ishiga pishig'la matrapdan bir pitbull ishtvoqo kichik putlar qisqa ammo pitbull shunday muskulliq dahshatli kuchli bir ish kaplam kichik bola hujum qildi endi u 4-5 yoshli kichik bola ma anaga endi nindaymiz unga ana chaqirib turdi ashada chaqirablam
Endi to'g'ri tushunimiz degan endi kuchlik ishlab nima qildi. Lekin endi men ishlama 90%dan ortiq anananlıqı nimisi buldu, yoshun g'oyat zo'r kuchi bo'ldi. Xatarlarni ko'rsa, bu narsa ko'rsin, balsiga xatar berish vaqtida o'zini otidi degan. Endi men deyman, balkim u ishga xudoim saqlasin do'shkasi men qo'rqib ketish mumkin, lekin ammo men qo'rqib ketsam men cho'qim o'zim bir taraf qilqi. Bo's meni ishlar deb degdek bo'lgan nimam bor deb qarayman men hamda o'zim ishimni. Onundaki ayol ya qishga bormay, nim qilmay sal yiroqroq chig'rablan turdi, chig'rab atrofni yordam so'rab. Mumkin angacha u bechora bola shunda ilqitishlandida. Onundaki matrabdan amtimakchun matrabdan kelayotgan ishkar vaka birining ilqi qonunli qurol elib yurish inson vaka am qon nimsi vaka. Ilqi qurol vaka. Köde onundaki baldurkeyin bo's yaxshilarkan to'q, lekin endi shu o'tayotgan odam ködeler mümkün derhal alqı tuzut qilmaylam ishni etib o'tiradi. Bu maqam bo'lsa, balma hayotini ayrılab qo'ydi. Kelik rasm bu bir xabar bo'ldi, endi sizlar ko'rgan bo'lsam, ko'rmagan bo'lsa mumkin nachil burun ko'rganman. Unki balni rasm chiqarib qo'yibdim, shu yerlari asho'liqi. Tish izlari unki men tikkan. Am kichik bo'ldi, 4-5 yosh, tatib qolgan bo'ldi, ham bir umrlik ishdan qo'qab cho'ngildan bo'ldi bular. Ha Allah, shundaymi? Agar ash ayolda birinchidan cho'qim bilish kerak, ang bo'lish kerakda, yosh analarga, ota-onalarga ang bo'lish kerak. Sirq chiqqanlarda bu razil dunyoda cho'qim xatar bo'ldi, uxman ahvolda cho'qim bir ish yuz berdi, shunga diqqat qilib atrofga nima qilish kerakda. Masalan, ishdan chiqqan odam mashinada bir to'xtagan odam atrof birna ko'z qaratib qilsak, ko'zimizni bir tashlasak, o'sha bir nimani oldin og'il bo'ldi. Bir shu qolsa ishda o'tiriblam, ish boshlanib ko'rgancha ishlandirzi yutiblam. Derhal chiqmay diqqat qilgan chog'da uniki u ayolda masalan shu taser degan inglizchada men degan elektronlik qurol bo'lgan bo'lsa ishmonchida yiroq tursimi nimani ishni nim qilgan bo'lsa elektronlik nimada zaratlar bu ishni unki ish qichikda bo'ydi bal unchik nim qilmaydi unchik xatar shaqamaydi unchik zahamlanmaydi yoki oz zahamlanadi. Yakum su ayalam deylik yaxshi o'ynab o'zim quralagan bo'lsa qo'llaydi. Ilma arib qolibdi, bo'lmay qolsa u ayol yerda chaqirib turibsa bir ikki minut o ish degan ayol kichik bola hayotini nim qildigan gapda. Shu demak uni mushtaq bo'ladi shu ilqi qurol olamiz-mu, tezroq narsani olib qo'yaylik bo'lsa birimizning birdan qo'lida bo'lmuş ota-onalar, yangi onalar bo'g'achlar. Onundaki men degandek, men qilplamdim xizli, ammo cho'qim qilinman, men burun chiniqatdim, hatto chiniqish maydonida ishlaydim, shu yaxshi chiniqishda. Bo'sirchi qildim, shu bir qish qilib baqtimda, xudoim saqsin bir shub qolsa, shu ishmonchida mushetib, ishmonchida morlab bo'lsin, o'yliqinim qilma deb boshla o'yladimda. Ashta qilib, o'ginib qo'ygan yaxshi, ancha-munchalik shash turgan yaxshi. Shu og'amchilarni kunda 100 qatim 500 demasdim, 100 qatimdan bo'lsin. Sakrab unki boksir xaltisiyle boksir nim qilib chiniqib ashta qilgan yaxshi. Men shu burun to'ydim, burun 10 yilda chiniqqan shu. Men erkachdim. Bir qiziqish bo'ldi. O'tirmakda vaqtida voleybolni bosib bilan mana shu o'ynabda bir ixtimollik nima o'rganimda, men taychonda o'rganayotgan vaqtimda ajab sat gap bo'ldi, taychonda xitoycha gap. Deymiz uni. O'g'ishim deymiz, tepishish damdoq. Tepishish martial arts deymiz. Erken bo'shish ishlamda Yaponiyaga tepishadigan. Ammo ma'u xitoycha men deganimniki asosliqi putnikida. Shu narsani maktabdan kurs ichibdi birsi. Shundan biz qatnashdik bir qancha qiziqarli hikoya, qiziqarli. Shuni qatnashib o'ynatgan vaqtimizda shu bir qanchamizni talida bo'liqi. Ko'rab xili yaxshi o'ynatdi ham talanti baga deb meni ham bir ishga o'g'lonni talidi. Biz atganlarga shulan talanti odam. Baba yo'lashma. Talanti odamni u inglizchami uyg'urchami? Shu men alime oturmakda kishma to'ydim burunda o'tma yosh kichik vaqtimizda. Shuni o'rgangan vaqtimizda meni talidi qarsam xili tepib yaxshi qildi maktablarni yugurib bizilqi. Deymiz elektronlik ko'rikni deymiz. O'smirlar sarayba 5 minut turdik men. Shu 5 minut vaqtimizda shelar atganlar yugurib
Karat rahmat sizga karat dedi. Biz karat deymizmi? Shu karat o'rganayotgan vaqtimizda meni tanidi, shu nimalar atiyali jugurab bizilqi ishbalimiz yaxshi o'g'anchada, men unga bir ikki o'g'lon tanidi. Shu uchimiz ashada o'rganib, unga shu maktabga sirtdan kelgan bir bolka. Ismini Muhammad edimi. Shu vaqtlarda xilbi ilqi shu bizning yurtimizga vaqtlarda xil chempion bo'lgan boksirjoq shu odam shu yosh bola bizni tanidi uniki bizni bir akarda biz chiniqtirib o'qib qilib maktabni yaxsiz kurslarda unki biz bir qanchamizni tanlab maxsus bir yag apadi bir mushish boksirchilik qilqi chiniqish maydon aprib bir kun chiniqtirdi bizni chiniqtirib mumkin menalik tepishlarni mo'shishlarni ko'rib xil yoqtirib mumkin menga dedi meni ish o'g'illarga deb bizlarga bir kun ashada maktabda haqsiz aya chiqqandan keyin bir kun chiniqtirib olgandan keyin unda gap maydon yaxshi ko'rdingmi anda desa voy yaxshi ko'rdik mushta mening qilmiz deb ay biz mushta odamlarni tarbiyalayotgan musobaqa qatnashtirib maxsus o'boslarni nimalar baga talantlar baga mishanim qilaylik deb degandiga voy biz ma'qul deb boshladik maktabni aslida biz kichik bola anosa ashadada undan keyin anosa mush oyliq dedimi unutqatma oyliqmi bir qatamliqmi 80 qo'ydi dedi shan ha ma'qul dedik unga as falan vaqtida kelinglar pulni g'ash kelinglar dedi shun asi men bormadim chunki unda pulim yo'qda Şu maktab berib qolgan o'g'lon savodoshlarimdan qilchilganda jonda kelib hay sizlar bog'lanamasiz bog'ni hech kim bormabdi pulni deb kulgim o'ylab bo'lsam asli borgan bo'lsam yaxshi ekan to'q uydagilarda pulni amal qilib men qolmasam balkim taqdirim boshqa bo'ladi ya mo'shlashib cho'ng bo'ladim yo bokschi qilib balkim taqdirim boshqa bo'ladi Am ödüklenmedi mi doğru biz hem de laki pul deplam vay pulumuz yok deplam. Şu an bağımağın iken. Şu an bağımdık. Şu an hiç kaysı bağımabdı. Hazır oylap baksam şu külünke. Ama şu kızqattım şu calada. Onun iken okuşulanlı bu kitap. Onun iken Ali Mehtapçı hizmet bittiğinden keyin hizmetten onun iken şu maaş buldu. İşte düşüpler meni bardan yerim şu öy, çınıqış meydanı, hizmet onu öy, çınıqış meydanı hizmet onuymuş da. Hayırlıqaça, onun neçildek bu getdi. Amerika'ya kapma toxtumudım, Amerika'ya meyada ançı-mınçı özlemler uslağını ki ma işlep onken maaşlık boğanca adamı aşağıya berip durdum. Onun da ki iyege bika nemtölü geçe meni ma resmetlerim çıkıca da. Aşağıdan hizmet tapdım özlem ançı-mınçı cöndep nemqanlıken aşağıdan hizmet tapdım aşağıdan özlemşilin neçil. Axsız için qalamanken çünkü ya da işlegendiken gündüzki çınıqışlık yaxsız onken yaxsız munca degandek onke laqi am aşağıda işten şuplam şey bir saat çınıqal buldu onken 3-4 saat turmam adatda aşağıda usullarını oynap bir saat zumba onun ki boksçılık qilib eğilik götürüp özümni xili yaxshi o'qib ekanman Ogi şu amde amal yo'q shu to'y qilib baliq olib onke ana bo'lganligidan nim qilib boqmadim Amma xudoyim bersa nishonim bor balam azroq cho'ng bo'lsa uyda balamga ancha-munchalik gimnastikani qilib turman yambiza cho'ng bo'lsa balamga maqum xaltasini elab uyga esib o'sha uyda men boksashga o'rgatmoqchi xudoyim buyursa uniki bo'lsa amde meni salomatga yer bersa chunki men qiyirdim lekin ay tamamas kerak balamni amde azroq am kechki balaniki bala kichik bizning yashimiz nima kutib bo'lgan balam bir cho'ngroq bo'g'ichi hamma ish yo'q xudoyim bersa men dastlabda balamni zo'rlab apasam yoqtirmay qolsa yoqtirishni umid qilaman keligi balam meni zo'rlab apargan kun bo'lishi uchun men qiyirib qolganchidim chiniqish maydonida bilab turib tang chiniqib ashta qilmoqchi xudoyim buyursa mumkin bo'lsa shu mol ish plus peshnadan maktablardan chiqarib dalsa muvaffaqiyatli balamlar shu kunduzi uyda o'qib tushdan keyin shu bo'lsa shu tajribani nima qilgan men shu martial arts deydi mushta pakam shu atrofda sal yiroq bo'lsin uchun ashalarda maxsus shu 4 yoshdan boshlab bagaz 6 kirdi xudoyim bersa 7-8 yoshlarda akirsam ashaga maxsus o'rgansa unisiga qiz bo'lganligi cho'qim muhim o'sha narsalarni o'rganmak birli balam bor shu 6 yoshga kirgan bir qizim bor shunga xudoyim buyursa balamning men uncha kuchli emas mendek o'sha qamas uchun men degandek maktabni biz yoqtirmagan bo'lsak balkim taqdirim o'zgarib ya mushashib yo kimsa bir cho'qim bir ish bo'ldi-da u kichik vaqtimiz 10 yosh vaqtimiz chiniqish boshlagan bo'lsak
musobaqalar qatnashib biz Uyg'urlarning badan sapasi esel biz Uyg'urlarmishda qizlarımızmı mən şu UFC-ni bək görmə. Xudoyim bilsin bizning balamiz va chiniqtiringlar qizlarimiz vahshiy nim qotudu u neymiz amada nunis degan vahshiy u nima ularni yiqtalaydigan ishaq qizlarimiz chiqdi bizning. Bizning uniki o'g'allarimiz shu Zulfiqar degan Zulfiqar Mamat degan xili chiqib xili yengib dunyoni yengib unkin azrachib jimib ketdi u bolaning xabari yo'q-ku. Bilganlar bormi? Aşı balın musafsı kuratgan men şunda pichat endi Hindistanlıqni yengib onun ekin aşı musafını ko'rdinglarmi? Aşı ko'rgan chadimi? Aşı balın musafsını ko'rdim men aşı to'liq. Onun boshqa musafalarini ko'rib bo'lgandan keyin aşı Asiyaniki balbig'ini talashish va bokschilik musafasini ko'rdim men to'liq. Shu chadimi xili yaxshi yangi deb o'yladim hamda uni to'la medrab to'la qechib voy ashi bek to'la qachlanlarga xo'sham yo'q. Texnikalari yaxshi hamda lekin hamda bakcha qashdi deb o'ylayman men. Men Zulfiqar xili hujumda o'tgan, hujum tarafda xili oldin boshdan oxir turdi. Uning lekin ehtiyotsizlikdan u qasddan qilmaydi. Ehtiyotsizlikdan aning pastarga bir qitim uratgan yeri bor. Uninglar chiqarib, unga baqach ketishi, unga bir gap so'zlam. Mening ko'z qarashimda bokserlik qanchada agar o'ziga ishonchi bo'lmagancha adlam, mudafiya o'rnida boshdan oxir turdi ham shu bal tarafni quchoqlab o'tiroldi. Bek ash odam ishni pishirdi-da. Baloqliq atamay. Umi bir ilqi hatta ularning ilqi ziyoratini ko'rganman ilqi. Nima? O insonlik Zulfiqarni so'raydi, men degan ham bokserchi ham artist mening kinolarim ko'rgan bo'lsa Zulfiqar yo'q deb. Ashirma qiziq. Zulfiqar kichikroq, yosh, istiqbol yuqori. Aning qarg'anchida bo'yimi xili igizmazroq. Uning lekin badan amini sifat yaxshi, ashar yaxshi. Lekin aning hamdilqi azroq tajribasi bormi? Lekin tajribasi bor deb shu baq qishkatdi meni bo'lsa, mencha bo'lsa. Ishqib urush qatim sani u bunani qilib yurib, asli mencha ishqib xumdan men deb buni Uyg'ur bo'lganligim uchun chuqum sabani zatandan bunalik oxiri chuqum masala bu chuqum yiqtalaydi deb o'ylabchi. Mencha bo'lsa chuqum yiqtalaydi o'ylaganimda. Lekin u odamning gaplari qarag'anchada ikki davlatning nima ittifoqlikni saqlash uchun men bo'pti yangmagan bo'lay deb qaytadan u nimani berish qarag'anchada shu so'p qaranch azroq diqqat qilib urgan o'xshamadi. Tanga ishqib uqmaymiz bu ishlarni voy. Ammo demoqchi o'g'lim agar mencha bo'lsa yangilaydi aniqla. Qolganligi xili chempion dunyo chempionlarini xili knock out qiluvchilarga yotqizib turib qildi xili. Uftirib baxmidi uni mushundan kelganchada uftirib qilg'osdi endi. Uning ekanligi anlasam hamda shu chegara taraflabek namoyish kutmi u bu. Unki ma'lum o'zicha yoki bu o'yinmi, siyosiy o'yinmi hech kim uqmaymiz a. Hamsi parazrim shu vaziyat qarda. Onundaki o'zicha hamda voy bo'ptili deb nima chempion bo'lgandan balbaqni qaytarib berishi unga hozir qanday qildiki uqmaymiz. Shu Zulfiqar degan shu shunday nimasi bor, istiqbol bor, yo'qolib ketdi shu balni yengiblam. Shu insonlikni yengiblam jimib ketdi. Bir xabarlar bormi? Bo'z xabar qilinglar bizmi? Men Zulfiqar degan balning musobaqasini ko'rib boqmabdi ekanman. Kim bola? Zulfiqar Mamati deb hamda Muhammad deyish kerak asli. Mamad yoki. Ashada bizdan chiqqan bir balban necha yil ketdi, yo'qolib ketdi. O'qitma. Shu ashbal shu amaqul. İnkasan asr o'qidim. Zulfiqar Mamati deb izlasangiz YouTube'da chiqadi videolari. Mening ham izlaganlarimda eng oxirgi shu xabar shu insonlik shuni Osiyo balbig'ini talishda insonlik bilan tushgan musobaqasi shu. Undan keyin xabar yo'q u bola. Salomat bo'lsin. Shu balmo endi men cho'g'nim Uyg'urlarning haqiqatan batan sifati yaxshi, hamda shu go'zal badan sifatini yo'qotib qo'ymayli, ish qilib chiniqib turayli. Bu bir sababku çilemas kapırlanan bozuşdaki. Onundaki daha bu güzellik talış musabaqasida Qashqarlik shunda chiroyli qiz birinchi o'ptamdi. Dunyo musabaqasi qatnash qizning olib chiqishlarning gapi bor-ku.
Bizning go'zalligimizmi ish turadigan ham marqada odam bosib tushiladigan ishga tashqi go'zallik bor lekin hamda agar o'qizal misol chiqib qolsa shu Xitoyda tushida Xitoyga vakolata qisib ketdim va bir o'mchik deraza yamish turadi. Şoňa gapning qisqasi hamda 35 minut bo'ldi-mu paranlash qildi. Demakchi o'g'lim shu bexatarlikka diqqat qilaylik, o'zimizni bak yaxshi asraylik. Ondan keyin shu chiniqib turaylik. Menmo hamda yana ana bo'lib u badanlarim nima qilib ketdi, o'ki besim bu azob oqibatda men o'zimni saltatib qo'ydim deyman. Ondan keyin bo'l emas, endi o'zimni ko'rayman. Men havoga bir chachidi bilasizlar, kunda mush Amerikaning havosiga kunda butun kun shu chachidi aeroplanda bir narsa havoga chachidi. Yemekliklar nachar. Uni bir kishi o'xshatmayandiki uni o'xshash ketadi. Bichar RFK Kennedy, Mr. Kennedy apandim shu hozir urush qotdi shu so'qish talash. Nim o'xshayman, men o'xshayman deb shu kongressda so'qish qotdi. Ularga shu bilat tashlab uningga qilgan ishlarga qarshi turganlar chiqib. Bu ayada tarixni qilib cho'ntirib nim qotdi. Amlatin shu qaysi Texasmi, qaysi bir shtatda tunji bo'lib shu sudiki Florida'da qiyazalik modni chiqardi tozg'ish narsani. Yaxshi bir yaxshi başlaptı. Shu Kanada yapandimning shuncha oylarni yoqqa so'qishib qotganligini desi. Shu bir shtat boshlasa, bo'lsa butun shu Amerikadagi suv manbasida shuni chiqarsa, bu maktabdagi suvni shu zalik modlarni chiqarsa, bu bir zo'r hal bo'ldi hamda. Onadagi ma yemak-shmakdimi marka qarsam shu kichkina bir taraf, kichkina bir o'rin organik, deymiz endi asl organik u bu bo'lmas kerak. Tomoq degan yemak bo'lishi kerak-da. Organik deb qilgan qog'alar hamsi GMO nomer 4 dan boshlangan hammasi shu pishilib ishlanganligi bir bilan qo'shib yog'an narsalarda. Shu tomoqlar baka shu tomoqlarning sababidan yemak suv bu narsa havodan sababidan shu men ham azizlab ketdim. Amerikada butun xalqlar azizlab ketdi. Semizlik nimasi, kichik bolada gap qilish kechikish nimasi, o'zini so'llash har xil kasalliklar hammasi chiqib ketdi. O'nkel kasallikning nimasi eshib ketgan gap shu. Shunga ashlarni o'xshaydi, lekin bir kishi o'xshamaydi. Shunga biz cho'qim biz bo'lsakmi, ammo bor shu yemaklarni u bularni shu organik section ilonlar nomeri bo'lsa 9 ni boshlangan sekuktatlarni setolonlar yemak mevchilar shuni setolonlar suvlarni bo'lsa shu ammo va filtr shiltayli bu maqasi shu biz odatda men suvga shu nima ishlatmaylik suv setolamiz hamda ichish uchun ma gapim davom o'qaya gapingizni undan keyin ashlarni ishlatamiz undan keyin Avanımı şu bo'lsa uyga shu tashtaklarda shu nima chaqiriq nimalarni stronglar uyning havosini saqlaydigan har xil o'chiblar va nimalar bor. O'simliklar bor, shuni o'stironglar, kichik daraxtlar bor, daraxtlarni o'stironglar uyning havosini saqlaydiganlar. Undan keyin bo'lsa shu kompyuter oldida yiqilib qoldi o'tirmay odatda inson 3 soat, az degancha 3 soat quyoshni qabul qilish kerak vitamin D chiqarish uchun vitamin D badan adamning badanini yasaydi shuni quyosh nuridan shuni yasash uchun az degancha yetarli bo'lish uchun 3 soatlar quyosh ko'rish kerak ammo biz bilmas maktablar bolalarni ichki so'lib aron teshig'i 10-20 minut chiqar ekan uni kiritidigan tuniga o'ttasam rasmiy turmadagi bir sindan bolalarni achqdi bir aylantirib akir ketdi shuga quyosh ko'rishi shundayman-ku maktabdan bir turmada bolalar turmasida Şuna men tushunki ammo va bolalar shu maktab biz talada o'ynashga nim qilmay qabul qilmay hamda biz qirib ketdik. Talab pishib julqimiz kelsin bolalar azroq olsin o'ynasin deb. Keyin yuguramasam bir ishga yugurib qilib men yasrab ketman. Shu qilib bolalarga shu to'liq quyosh nuri nim qilishiga qabul qilibman. Shu banada jinim bolamning banasini menmi ancha ko'rolma. Demak, uning kompyuter oldida o'tirmanglar, xizmat qildilar, sirq chiqib chiqib quyoshni chiqaroq so'nsin. Vitamin D yegandan ko'ra quyoshni qilib badanlar o'zi vitamin D ishlagan yaxshi. Qo'rqib ketmanglar u kuydirib ketmaydi. U sampa nima maypay kerak emas yo'ldoshlar. Bizga undan narsa kerak emas. Quyosh nuri shu bevosita teriga biz shuning ehtiyoji teriga nim qilish kerak, ko'rish kerak. Ko'zimiz hatto ko'zimizmi quyosh nuri kerak. Undan keyin shu undan keyin bexatarlik degan qancha ammiy so'rovlarda Ben bu şu qisqartayda o'tma, shuncha xilqi nim qotma, muloz qotma. Ammo yu so'rinlarda chuqum bexatarlik diqqat qilaydi, bolalarimiz hargiz yog'iz tashlamayli, bolalarimiz bil chuqum bir barli, toziq o'ylar kelganchida bolalarimiz hargiz yog'iz akirmayli, chuqum tashirtayli, yog'iz tankrayli, tankramasa tekshirtayli, undan keyin chuqum ishqalda saqlab turayli.
Onundaki quraylarını qanunlu quraylar alalayınlar, ilanlar alamaydanlar, çaçaqmanlar. Onkeliki ama məriftinlər hargiz məsələ məs yəni baxın noqmi. Sən erkiliklər. Onkeliki taser bağlı elektronluq zərərli şunu apirunlar. Onunğa nima ketməydi? Özümüz qoğdaşqa paydalar. Onki mayvanlar yürüydü köçlərdə işlərdən. Dəqiqən yaşayışlarmı şu taserlar asqatıb qoldu. Bexatarlik yaxşı. Onundaki şu deyəndək çınıqıb turaylı anca-munca. Bilmem, ben mi bilmem. O burunçun kançada yaş vaxtlarımızda anı buluştum burun şaş o bu. Lakin atanı bu andaki besimci, ballarının besimleri turmuş bilmem. Ama nasıl ba? Ama bulanı bana kullanmaylı. Ben mi xıcla eğer neyim kılamak qasım. Ben mi hazırını özüm xıcla. Lakin balam da bosmu. Yerip kesem jügrep bakmam jüre. Balam beni zolap şunu turadı. Onken ağam rap koyma anca munca. Anladık ama tügümez işleri anca munca çınık şu. Putam oturama yer gitmeye şu çıktırıp. Xudayimiz balam çoğ olsa, işlerimiz oңışıq bolsa, ma yaz keldi, əmdə çınıqış meydanları barlı. Barama qalsaq çınıqış meydanlarını öydə quraylı, çınıqıb duraylı. Onkin müşniş koptu, onunki nemdeyiz, neymi, yama. Sizinki cavab qaytırıbdıp, onkin tügütay. Zulpuqar, Amerikadaki mekteplərin namısı. Elbette namaz načar emas, amma ularning hammasi bir sistema shu ularning sistemasi o'xshash. Maktabning ichida, teshik ochiqida ichida, uningki uyda narsalarning mazmunlari unchalik yaxshi emas. Siz baqsangiz, ilm mushu bulimi mushu ishplas mehnatlarning maktablari qaraganda ba'zi nachar ekan, ular hech qancha tamoq etish u bu unga jugatib tarbiya qilib bir narsa uytadigan. Miyada işim yüketmedim ama benim balamın yakınmağım bir mektep, başka mektep, hem mekteplarda asas şu yazıqçılık, sınıfta oturuş, cimota deplam üktüdü. Bala qancha kichik bo'lsa cimota deyish u xato, u bala degan ang jugurab turib nim qilgan harakat qilgan insonning nimasi emasda. Jugurab turib nim qilgan o'ynaydigan, hammani buzib ketadigan mazgili ashta qilish kerak shart ashta. Ashta shart yaratib berishimiz kerak. Kechiringlar. Maktablar unday qilmaydi. Nimishqa? Chunki butun o'rtaq tuzilmasida maktabning o'ziga, maktabning xizmatchiga qo'laqlik yetib berish uchun bolalarni shu turmada qilib, shu o'tirib tomoq yesin, unkin aqsunakdek cho'ng qilmadim, qamlashmagan. Shu o'tirib yeyish, tomoq yesin, maynasi qilmasin, o'qib qilmasin deblan. Nim qildi bu intayin xato. Shunga Amerikadagi bir muncha atalarning o'ynab 20 millionni ish ketdi, hammasi maktabga chiqib uy tutadi. U 7-8 saat miyada oturup abesi ügengenliğini göre miyada ügenen nescik. Amiyat o abesi ya ki başkamış üktatkan kaydıyorsun o balanı atan üktelaydı. Yakımız onçı uzun vakit ketmeydi. Ular bütün aşı balanı bir yajı gülüp bir başka boğaça vakit üzerip ketken şuna yaxşı önümü yok. Amiyatda bir şık saatlan balalar bütün akademik hınasından ügenelaydı. Onunlikin keng vaxtlarda terbiye günüş gerek. Kaydıyorsunlarını biz üktelaymayız. Onun işlerini kılış ügüş gerek, tamak kılış ügüş gerek. Onun da bir muncha boshqa ilm fan o'rgatishimiz kerak. Shu tishi chiqib qo'yitib, laytop bilan yasash shuni o'rgatish kerak. Tabiatdan bir atani qarab tursa, tabiatdan, o'sha nimadan, uydan. Onun keyin jamiyatlar chiqqancha, masalan, so'rlarga bo'yicha ataning ko'z nimasida, nazoratchikida bolalar degan o'rganadi. Tabiatdan o'rganadi. Unda 7-8 ishida o'tirilib, hammasi o'tirib nima qilib o'rganmaydi u. Maktab degan nachar. Bu mektepler, amin mektep kelishdan burun aile nimasi yaxshi nima qilib atgan. Yaxshi elib bo'layotgan. Amerika mekteplar ilqi siz degandek alqi nima mekteplar yaxshi ilqi shaxsiy mekteplar azroq yaxshi. Uningki ba'zi ilqi qaysi bir metropolimish bir qoldim. Shu bir ilqi uslubidagi mekteplar bor ekan, uningda ashtaqildagi ilqi o'tta deb nima ekan, uningda har xil ilqi maharat o'rgatgan, masalan, tamoq qilish, ushaqchilik, uy ishlarini qilish yoki bo'lmasa, yangichilik yoki bo'lmasa bir yasash degandek qo'l ketadigan, harakat ketadigan, o'tirib deb turmaykan. Ashta maktablarga u yaxshi, lekin bizning tarafda yo'q. Uyg'urlar apiravatudi hal qilish Aprovatuda hal qilish misol Uyg'urlarning bizning nimamizning esliqlar bir millat ixtimimlar qanchalik bizning badan sifatimiz yaxshi bo'lgan, lekin hammaga shu bizni ishlatadilar, tan tarbiyadami biz oldida
Nimadan biz oldida Zulfiqardek bir chiqib bakmadi-ku. Zulfiqardek 10 yillik Yevropada top tepatgan bolam Uyg'urlar. Kechiring, men xatlar jahon kutmay ko'raman qoldim. Siz 3dagi Zamiraga bek o'xshaysiz. Kim u? Men yosh vaqtlarimda to'ydan burun alqi Ronda Rousey'ni bek ko'rdim. Ronda Rousey qayildim alqi. Ronda Rousey'ning kimligini bilishinglar mumkin. Alqi UFC'ga alqi Bantamweight champion shunda alqi Kaynlab aqaqlab champion bo'lgan qizlar. Uning rekordini qilcha qadam buzamdi alqi. 10 sekundda 14 sekund 16 sekundlar vaqt xo'xlamalaq u qizlar xilla jahna kichigida nimada jujitsudan tatib nimani mushishish chilishish deganlarni ham yaxshi o'rganib nim qilgan o qizlarning laqim borligi jaynakmi bilakni sundurg'uchi deb nom bor qizlar shuni vaqt xo'xlam bilan nimani qayriblam va alaykum assalom shuni qarablam shuni qiplam hatto uning masalalar qaqshar nimada bir uzoq nima ko'rlaydi degan gaplarni ketgan shu qizalni yaxshi ko'rdim men shu qizalni nimasiga qayilib chilish nimasiga qayilib qilim qilgan lekin uni ham delqi Holly Holm degan bokserchi qizlar bokserchi shunda jiq chempionlar kelgan hamda mavu nimaga UFC kirdi qizlar UFC kirib qaytib erkin mush kirganchada ani ashunga nima kechiringlar mavu nimadan sirtga bo'lib qoldi UFC to'g'ri gap bo'lib qoldi. Men shunda Amrahman UFC ko'rgan. Shu Holly Holm degan bokschi qizlar UFC ga qatnashib, birinchi musobaqasida shu hal nimaga Ronda Rousey ga raqobat e'lon qildi. Ronda Rouseyni hech kim yiqtamagan. Yiqtamaganikin bu raqobat e'lon qildi. Uningkin bularning intervyuini pek payzi shunda ko'radim. U yana yosh vaqtimda 10 yil burun. 10 yil burun. 10 yil, 9 yil burun, 8-9 yil. Yo'q. 7-8 burun. Qo'ymash ismini yo'qamadi. Shu qizalniki shuni yangdi shu nimadan musobaqada yaxshi o'ynab u bokschi juvonniki valaqvuliqlam yaxshi urib nim qilib qechib nim qiloldi uningki shu bo'yon tarafga birini teplam uni putlari yaxshi tepadigan kuchlikda teplam uni yotqizatdi uningki mush uriblam unga refer to'xta deblam shunaqa qilib ani yangandan keyin u bechara anday vaqt o'tdidan damda qanday tuan qarmanda nech qarar shu hech kim udda nechilar shu chempion bo'lgan qizalni hamda shu bir yandi uniki qaytib chiqib qadimi hech kim yamay u asta chiqib nimaga kirgat yozarligi hozir to'q balliq bo'lib ani bo'ldi uniki nim qodidi yana bir musobaqa o'yin ko'ngilish xarakterlik chambashlik nimada ancha muncha ashada nim ko'rinadi hozir UFC'ni chiqatdim men qilsam chiqdim ne chiqdim shu Holly Holmning kelam nechun mag'lub bo'lgandan endi men cho'g'nim nechun navbat chempion bo'lgan Ronda Rousey Holly Holm chiqib uni yiqitdi Holly Holmni Chris Cyborg'a deyman Chris Cyborg yiqitdi Chris Cyborgni avvalgi Ronda Rouseyni qayta chiqmoqchi bo'ldi Ronda Rousey men yana chiqmadi Ronda Rouseyni avval nima yana yiqitdi Amanda Nunes diyen Brazillik amcanas ama dehşetçilik nim koydu. Şu yıktı, vahşi yıktı. Onun için o mavu çıktı da ne mavu Brazillik yolasında nimi bağım yolasını çekmeden kulağın ayan. Ona bek öçtüm ben bek asa gavurda lekin ilişip amsa yıktıp o bu qilib nimisi raqdan esilgan mushashir o Braziliyaning haqiqatan jujitsu degan va shu kunlardan adam unga vahshiychilik qo'ygan adam u yangdi u Ronda Rouseyni yiqitdi Holly Holmni yiqitdi Misha Tate degan bir suvatdi u Ronda Rouseydan 3-4 qitim mashta tushib Ronda Rousey shu Misha qilib chiqarayotgan futbaq ma'an qizaldi u uni mu yotqizatdi u Misha Tate u Holly Holmni yotqizatdi unakin qani holmatan ketimi kechiringlar undan Chris Cyborg deb yana bir birdaliklar bor u shu akishtaklan 5 mushtiyan dahshat qattiq u din shu boshini oxir biqtim ustirib qolganga boshini oxir haqni yengib chiqatgan u chiqib u Holly Holmni yo'qotdi
Okey, ma Ronda yo'q endi. U pek to'la iliqi tutulib endi to'xtab ketdi, pensiya chiqdi. Ondan keyin shu nimaga iliqi hali mavliqi Chris Cyber bilan mana shu nimaning Amanda Nunesniki mana eng oxirgi men ko'rgan nimam yo'q. Uniki yeniklarni ko'ribman. Ma o'tirliqi yig'iliqdiki. Shu ma ikkisininki xabar besh ikkisi o'xshash bir zalalik. Onunki ikkisining texnikasi o'xshaydi umu. Hatto ma Ronda Rousey degan mavliqi Amanda Nunes degan to'y qilib baloqlab amjinas ama uning qiz do'sti ayoli nim qildimi? Qiz do'sti baloq bo'lib bu o'ziliqi deymiz. Liqi ko'ngil ishlaqi to'ydan keyin xonimoma ashlarni qilib damilib yurdi bu. Yurib azroq nim qilibdi, samrim qilibdi. Ma bunun jarayonida ma Chris Cyber degan bir-birlarimiz urib bu yiqitib bu chiqotdi. Chiqqandan keyin unga ma ishkisi ma Chris Cyber qildi deymi? Amanda Nunesga jang e'lon qildi. Chunki Amanda Nunes ikki tarafda bor. Ikki qo'sh liqi balbog' bor. Endi u nunda bir. Endi u bo'lmoqchidan qo'sh bo'lmoqchi e'lon qildi. E'lon qilindiki bu qaytib kelibdi deb. Men boshda yoqdi deb. Chunki u bu Chris Cyber'ning haqiqatan kuchli. Uning nim qilish uchun men qaytadan men azroq chiniqmay o'zim dam oldim. Qaytadan muskullarni cho'ngaytirib qilsam bo'lmaydi deb. Ashar gaplar qilish jarayonida butun g'ololab ketdi. Ma ikkisining ham kuchli ham nima. Hammasi Chris Cyber'ni yengdi deb o'ylagan. Ma azroq damlab qolgandan keyin azroq may o'g'atdi Jeros kishlab qoldi deb o'yladi. Lekin bu mu shu yushrin ham ashkara vahshiy chiniqib nim qilib ikkisi musab oxir buni taklifni qabul qilib ikkisi musab tushdi. Ikkisi musab tushgancha oxo bek payzoldi musab qilsa. Lekin hammamiz men o'ylagandim Chris Cyber degan yo'g'aroqda ham bir qitim uftirib boqma bir qitim uftirib qo'yib tutib kelayotgan odam maniyan ne chiqdim uftir qo'ygan, lekin bu mu'alliq chempion ham qo'sh chempionda shikilsa shunda zil to'xtaydigan ishqa ayol. Lekin ikkisi mushashganda ko'rdim birinchi ikkinchi ish qilib. Lekin shunda ma yangamdikan desam, ma bu nima yangdi. Amanda Nunes Chris Cyber'ni shu diqqat qilmay qo'li past tushib ketganda bir mushlar urdilar, yiqildi, onundikilar mushlab tushib ketiblar, yengib oldi. O bek çoğumsan ketdi ko'rgan bo'lsam ko'ringlarmi ko'rsanglar turnib ko'ringlar bek bezi. Shunda vahshiy ko'rib ketdim o uninglar managa texama hamda azroq yo'rimtim bo'ldi haqiqatan islohatan texnikasi bor ham kuchi bor. Bu 3-4 arnim bo'laqshib satdi ayol. Shuni uningki bu yangandikilar hozir pensiya chiqdi deyman bu. Manindikilar yana bir ayolni yana bir bolasi bor, bir ayolmi managa nim qilib, u muxli amlati o'latgan managa jang qilib, o'sha ayolni yengandan keyin boshda uftir qo'ydi ras. Amanda Nunes Chris Cyber'ni yengandan keyin yana bir ayolga uftir qo'ydi, lekin qaytadan jang qilib ikkinchi qitim uftir oldi. U chadama har xil dramalarda ikkisining qanday tilishib ketganlari ziyorat nimada, uningga qanday so'qishib, qanday nim qilib qolganmiz, selaqayamda bizni ko'rsunda qo'ygan uylari shuna bo'lsin. Eng oxirida nim qildi, eng oxirida yaxshi deb ko'rishib do'sib ubuq qildi. Unga ma pensiya chiqadi hozir men cho'sam. Uningga buni qo'yib turiblam. Halqi lightweight emas, yenik eg'iliqdiki, UFC'ninki, bantamweight championninki, yana bir yaxshi ko'rgan ayoli bor. Rose Soundab. Rose Mama Yunas deganmi back esal. Bu qizalmi chiniqib shuna yosh o'ruq kichik musobaqalardan boshlab chiniqish boshlagan 6-7 yoshda boshlab chiniqish boshlab ekan. O'sha mushashi chishlanib. Ononikilar chiniqib kichik musobaqalardan qatnashishga kirib, unkin oxir shu UFC kirdi bu. UFC kirganchada bu daim yengayotgan yana bir ismini qoldim. Bir xil kilgan daim oqsalik qilgan. Uni ishki chiqdim, uni yenglatdi, u to'la jang e'lon qildi. Anundagi men nima qilman so'zishim sabab bu o'sha jiqatamni yengib oxir bu o'roq, ammo buni texnikasi yaxshida, ham buni mushtirmi xili chintaydi, to'xtaydi. Eng muhimi texnikasi yo'q. O'zi o'roq qizalar bo'lsa, o'roq egizlar. Nima qilmani deyishim sabab, u qizalar mushuma UFC kirgan Xitoy bor-ku, ismi nima deganmi yo'q, bilasizlar uchun. Boshqalarni urib yengib o'buqqan shu Xitoy kelganchada ma
Xitoy oniya mani bir-birini yengishib ovqat qiladi, ma Xitoy hamini yengib kelganchadan mani kelganchadan unga mayliqi bilsizlar, ma nimaga meg bir tiplam ma merdagi nervlar bitlab bu deyil rasm yani o'z bilmalashib ketdi. Unga valoq vurdim. Unga reper qutuzaldi. Shu biralqi nima ko'rinish oldi-ki, shu ayollarningki, hatta erlarniki nima pechatib qardim, tipik vahshiy texniklik ham shunchalik zo'r ham zing'i to'xtaydigan tipikda. Shunga yetadigan yo'q deb o'ylayman men hozircha. Shu tarix yozib ketdi. Ash tepishini men shunda yaxshi ko'rmanki, shuncha pechat urdiki, ham shunda uni ziyoratni olsanglarmi, bu shu ash kapirniki shu go'mplarni yaxshi ko'rib, uyg'onib, yaxshi mashq qilib, u qizlarning to'y qildigan mabdim mushashvoniki ishkisi yaxshini qilib, ularga tadqiq qilib, maylat kapirning urushlarini. Undan keyin ajab jo'xsizib ketdim, kechinglar hozir to'xtatman. Undan keyin tadqiq qilib, shu qaysi bir qiliqlar kelgancha uningga azroq texnik ishlatganda, u masalan butun azroq ko'targan bo'lib, u mening past tarafim tepidi deb azroq keyniga o'tadi, bu bo'yni o'ychiqlamdan bu yerda. Ammo u shu putini kichik ko'targan bo'lib, ammo ugiziga ko'taraplanmi shu yantiraqli bir tepini o'chiq mudofasi yo'q. Uni nakal qo'ydi, yotqizadi. Onun o kapının çınamaslığı demez. Onun nimdaptı tıkı onu kapının çınamaslığı o bekçisi getirme dikkat mutma anlamında. Şu son dörtlüğün şey dikkat bunu musabaqada aşta buldu, uğraştan başta buldu cemiyet udumı bir can sen çıkıp karab ve dikkat mutma ittirip oturmaysan sen demiş dikkat mıysa şu. Çınamaslığı da şu. Şundan aşta kılıp onu o diyen çınamas diyen bulup diyen kay düşmemedi körüşkilik kesimi körüşmeyi şunda terbiyeyin yol terbiye seviyeyin yok kapak. Ceptili olmaya keçonlar. Aşağı qildi, onunki mening qayta raqobat e'lon qildi. Qayta raqobat e'lon qildi bu dedi, men azroq chiqroq vaqt bergan bo'lsa, kechirma gapni ishkida chiqroq vaqt bergan bo'lsa, men cho'qim yengmadim. Lekin nima degan chinimas gap avo. Qaysi bir raqobatchi chiqroq vaqt berdi. Meni chiqroq urasin, men fursat berayin deb aşağı qilamda. Qapaqa. Sira qolsin joyda emas. Şuna men müşterimi qatqilab gelsin, gumpuchlab gelsin. Şuna amandan onu anglab, ular shu maslashib, chiniqib, o'biqib, ashta qildi. Men ikkinchi qitimliq raqobat, uning raqobatini qabul qilib tushdi. Bu chog'da uni birinchi ishtikil uratmay, yugurib qechib yurib, tas urib, shunda pechat nim qildi amandan onu shu chiqroq vaqt berdi. Ishki shu maydan urib, uningki yana amdigo qayil bo'lganda qapoq. Shuncha ish meydan shu vaqtni berib 4-5 million men ko'rdim. Uzoq ketgan unutqaman, lekin ashta qilib futdi yana. Shu u kapra undan qaytib har bir mazgilcha yana qaytadan chiqish kerak. Hozir qanday ketdan kimni qariyo menatlar. Lekin ash ko'rinish shu UFC tarixidagi pechat ko'rinish. Shuni kaprning nimasiga bo'yniga qada pechat tapkinju. Şu UFC güzel ko'rinishli, muvaffaqiyatli ham remarkable deymiz. Asl xarakterlik bir ko'rinish qolgan. Na inkasdan qo'y. Men Urumshik. Balığınız başlangıç mektepke kirdigan vaqtda yaxshi mektep tanlab bering yaxshi. Hozir şu qamlashma başa mektepdan uyning atrofiga. Ham yana bu yilqi deymiz, nopos az bo'lganiki mekteplarmi az. Biz ishtil tanlayolmaymiz. Nav turib qolsak yerda o'qiydigan gap, lekin mening mektep yaxshiroqda misha kelgan ham demaydi. Unchalik nacham emas demakchi nima? Mektepning tuzilmasi Ma aile mektep, bu mektep tuzmasi o'to'rliq kelgi bir mazmun şeyman, mana shu mektepning qanday barliq kelgan, qanday shaklda barliq kelgan, unga ziyonlar qandayroq. Mana kelik ayrim so'zlar hozir bek cho'q kutdi, bir sata kutdi. Kechiringlar, xaplab ketmanglar, men mazmun o'tab ketdi. İnkaslarimni o'qib qo'ysangiz atama. O'qidim, hammasini qildim, hozir xil javob berdim. Ko'ngillar rahmat. Mushuncha sal javob kutib qoldi. Kechiringlar, hozir vaqt bo'ldi, bolamni og'il kiray. Bo'lsa muhim mazmun, buyuk bexatarlik oid mazmunlarni shu taxt qo'yasizlar, rahmat.
okey, kanallarımı erişib qo'yasizlar. Ansirmang. Endi men burunqi videolarimni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Men maktabdan ansirmay yaxshi yaxshi. Rahmat sizga. Ha, meningdan yaxshi so'zlar siz ansirman demoqchiman. Maktabdan ansirman. Maktabdan ansirmay oldingi videolarimni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Maktabning nemish bo'lganligini shuni xabardor bo'lishingiz mumkin. Xabardor bo'lib qolsiz hamda. Diqqat qilmay ish qilib. Rahmat sizlarga. Sat bo'ldi. Agar jahil ketgan bo'lsa, kechiringlar. Bo'lsa, shu zehn ochiq bo'lsin. Chiniq turaylik bolalarimiz uchun yashaymiz. Yashashga sabab. Bolalarimiz bizning umidimiz. Umidimizni yo'qotmaylik. Puldamsa Allohga mandat, rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat sizga.